Hindistondagi videodagi aks etgan holat yo'l qarovchilarining klassik usuli hisoblanadi. Yuk mashinasi va shox-shabadalar bilan to'silgan qorong'u tor ko'cha bu haydovchini to'xtatish uchun ataylab yasalgan sun'iy to'siqdir, ya'ni tuzoq. Haydovchi mashinani to'xtatmasdan to'g'ri qaror qabul qildi. Mashinaga zarar yetishini bilsa-da, shox-shabadani ustidan to'g'riga qarab haydab ketdi. Shunday holatga duch kelsangiz, mashinani aslo to'xtata ko'rmang va mashinani oynalarini ocha ko'rmang. Mashinangiz eshiklari qulflanganligiga ishonch hosil qiling va mashinaga yaqinlashib kelayotgan odamlar bilan hech qanday holatda gaplashmang. Videodagi haydovchi yagona to'g'ri qarorni qabul qildi. U taslim bo'lmadi. U yuk mashinasining yonidan siqilib, shox-shabadalarning ustidan haydab o'tdi. Unutmang, hayot mashinadan qadrliroq. Jinoyatchilar mashinaga urayotganiga e'tibor bermang. Pachoqlangan kuzov, singan fara va tirnalgan bamper saqlab qolingan hayot uchun eng kichik to'lovdir. Mazkur vaziyatda avtomobilingiz sizning eng yaqin himoyachingiz hisoblanadi. Maqsadimiz bunday noxush holatlarning oldini olishdir. Biz xavfsizlik haqida gapiramiz. Kanalimga obuna bo'ling.